boşlandı. 38 yaşında marifetke boylandı. Kur'an rivayette hılvat Resulullah'a 40 yaşta yetişti. Ul kalamı Allah'a. Oku degen bir amaz, eşitildi bildiraz. Uşbu buyrukni tinlaş, ediler Nebi'ge has. Bilmeymen okuşunu deyip, aytgandan so'ng bir an, oku dediler yana. Shunda boshlandı Kur'an. 11. birinchi İslamga kirdi Hadicha ona. Hazrat Ali 10 yoshda aytdilar ushbu hamdu sana. Abu Bakr Siddiq ham qabul qildi islomni. Hozirgacha ushbu din yoritmoqda olamda. Kimki Rasulullohga bir salovat aytadir, unga ulug' Allohdan 10 salovat qaytadir. Bu dünya topgaydir siz halovat. Amal qilib sunnatga yana ayting salovat. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. İslam için, din için çekti anca mashaqqatga qildilar eng oliy sabr toqat. Rasululloh boshiga tuproq to'kdi bir nodon. Qiyomatda olgaydir jazosini Xudodan. Boshlarini yuvdi qizi, yig'lab zorlanib. Sabr qildi payg'ambar, tursa ham ozorlanib. Uqba bin Abu Mu'ayt yomon ishni boshladi. Rasululloh boshiga tuya qornin tashladi. Sajdadan boshqa uzolmay qolib ketdi payg'ambar. Fatima qizlariga yetib bordi shu xabar. Ko'rib ota holini dodi faryod soldilar. Rasululloh boshidan najosatni oldilar. Abu Lahab kabilar azor berib so'ksa ham, tuhmat toshin otishib obro'larini to'ksa ham, zulm qilmay hech kimga islom uchun yashardi. Johillarning kundan kun ozorlari oshardi. Yo'llariga ahlatlar to'kdi goho razillar. Haqoratli so'zlarni aytib qildi hazillar. Avvalo Alloh taolaga hamd sanolar, hamda Alloh taolaning suyuqi Rasuli Muhammad alayhissalomga durud salovatlar bo'lsin. Uzat tufayli barcha o'tgan aziz avliyolar, mazar mashayxlar, yer vakillari, masjidga yer ekanlarga. Shu manzildan avval va keyingi o'tganlarga, sadaqalarimiz o'tganlarga, so'zdan xonadondan umidvor bo'layotgan ota avlodlari, ena avlodlari, bobolari, momalari, avlodlariga, kattalarga, dadalarining ruhbonlariga baxshida qildik. Oxiratlarni abad yotgan joyini jannat boshlanan qil, orqa soqollarga sabr jannat etkin. Parvardigorim, mana bu o'qigan mavzu sharif haqqi hurmatidan Parvardigorim bu bolalarni qilayotgan dehqonchilik, chorvachilik vazifalarini o'zing berakani bergin. Ya bar Xudoyo, o'zing bergin, kam qilmagin. Hammalarini ham umrlariga, rizqlarini Alloh barakatini bersin. Doim mana shu umrlarini oxirigacha mana shunday dadalarini eslab turadiganlardan qo'yishni Alloh nasib qilsin. Ularni baxtiga mana onajonlarning umriga rizq Alloh baraka berib, Parvardigorim shu bolalarni qo'llariga, uylariga, ro'zg'orlariga bosh bo'lib turishlarga nasib qilsin. O'zi bersin, kam qilmasin, o'zidan degan haq qilmasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allohu akbar. Parvardigorim, mana shu amin. Yozganlarni Parvardigorim, umrga rizqqa Alloh barakatini bersin. Ya bar Xudoyo, ilmlarini bundan ham ziyoda qilgin, martabalarini ulug' qilgin. Mana bu elga xizmatdan charchamasdan Parvardigorim, doim mana shunaqa yaxshi kitoblar yozishni Alloh nasib qilsin. Rahmat, katta rahmat sizlarga. Ana piyola. Bu piyolani bo'lmasa, bu piyola ketdi. Adaka olmay. Adaka yoshlarni Alloh dargohida qabul eylesin. Allah. Nima sababga ko'ra chekish ham beraman. Qani yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Ha, ko'plar. Chaynaklarni boshlari bosib beringlar, yangi. Ilvatini ustozi Shayxul Islom Langariy bo'lgan. 63 yoshida. Kim ekan? Yozgan odam bu? Otabek Bakoni, Samarqandda men o'qitdim, ammo 100 yil yozdim. Yo, hozir zamonli bular, ha? Nima deydi boshqarma? Asliga men o'qimayman. Mana bizda domlamiz bor-ku, mana Mirzo chekkan. Ikramjon. Tursun hala.
Ne aldın haligi geç kalk geladigan domlangiz. nima bekar? Bu ham yozib. Böyle serip yozib bu ham. Böyle serip endi shunday narsada bu Qur'on oyatlari Peygamberimizni tarixini odamlarga o'rganish uchun farzandlarimizga meros bo'lib o'tib kelyapti. Birinchi farzandi yozgan Hilvatli domla yozdi, o'shanaqa yozib kelishyapti. To'g'ri. Peygamberimizni tanitib qo'yish odamlarga qanday odam bo'lgan mana hozir to'liq yozibdi mana unda. To'g'ri. Mana shakala. 9-11, 16 12 yillar to'rtta nashr qilinganda bu. Eski nomi Balasi Qur'on degan ekan. 44-45-yilda Marshal unvoni berilgan. Bu avliyolar 91 ga kirib bo'lgan. 91ga Hali qo'ymoqchi. 76 yil. Bu amma ota avlodimi, amma alhamdulillah Saguni dunyo tanilgan marshalda. Birinchi mashina. Alhamdulillah Saguni. Qaytardik dunyo degan kitobda buni avlodlari to'g'risida boshqalari ham nimalari ham bor. Mesela Türkistan kaygısını yazgan Musulmonlarning masalimi bu? Mana biz birinchi Sovet generali deymiz ha. Sabir Rahim. Bu dünya tan olgan marshal da bu. To'rtta ekan shunaqalar, ha? Dünya tan olgan marshal. To'rtta bor. 1946 20-iyunda Stalin buyrug'ini o'g'illab olib keldi. O'g'illab olib kelib, keyin bo'stonlikqa qo'yib qo'ygan. Bo'stonlikqa qo'yib Oshlar keldi, oshlarni olinglar, boshladik. Şunu başı kaş bir var. Hoş buldum ben. Koşunca kaş bir var. Qoshiq kerak.